Seyrgaç xemirinin tabiiy seyrak rengini qanday chiqaramiz degan turdoshlarga o'lchamlik darslikning birini olib keldim. Darslikni oxirigacha ko'rib foydalanib qolinglar. Yaxshimisilar turdoshlar? Men Oshpaz Usmonov Sultan. Oldin qatam seyrg'achniki xemirning rangini saqlatgan to'g'risida film chiqqan. Lekin yana ba'zi qism bir turdoshlar tushunib olmay qolibsizlar. Undan keyin shu xonjizni sasaq ochiq chiqib qoldi. Ochiq qasrab, ochiq tam vakan so'z hamda xemirni bevas ochiq qilib etmaydi, lekin shunchalik bilindichi, mana ochiq bo'lgandan keyin mushtaq ochiq chiqib oldi deb. Andan keyin buni tatqulsak rangi to'g'ri kelmadi deb. Oldin filmda aniq tushundirmay ketmas, shunga filmda shuni suyni chiqarish, andan keyin qanday tanlaymiz, shu aniq bir darslik olib keldim. Avval sizlarga shu xonjizniki 3 xilga ayrıldı bu. Müşniki arışını bir tushundiray. Mana ko'g'inlardek bu 2 xil chiqadi-ku. Buning sorti o'xshashmaydi. Mavi qizil. Normal qizil bek beşli qizil emas-a. Mavi seriq mana. Mavi serg'ashqa mushni ishiltimiz. Mushtaq sağış kelgan ishiltimiz. Mani mush tangsig chiqarishqa ishiltimiz. Mana buningda qiynoq kelgani va qip qizil chiqadigan, kichik qip qizil chiqadi. Bunda chiqadi. Uni shu tangsig chiqarishqa ishiltimiz. Mana bo'ladi, mana sus tangsig chiqarganga, mesela lutan deymiz, tüpsü qo'shdigan mushni mana ishiltimiz. Mana shu rang chiqarganga, seriq rang chiqarganga mana seriqni ishiltimiz. Mana qip qolsa, mana suq tatib qo'ygan, mana suq tayyor qilgan. Mushta unday tatqizib ishiltimiz. Ko'g'inlardek mana suq tayyor qilganimiz. Buni ham rangning qiynoq susligini o'zimiz shu ehtiyojimiz qarta tanishib olsak bo'ldi. Cho'qim jiq birimiz degan gap yo'q, ya az birimiz rangning qiynoq azizligini o'zimiz shu sağgan qarta tanishib olsak bo'ldi. Masalan, masuga mana badoq degandan keyin buni cho'qim ishtaq bir bo'lgandan keyin buni cho'qim ishtaq ravers ilashtirib rangini to'liq chiqarib o'tamiz. Masalan, marang keldi desak bo'ldi. Agar sal surib qoldi desak, yana azroq bersak bo'ldi. Bu ziyon qilmaydi, bu choy damlab ichimiz qo'y buni. Yüz dorliq narsa yaxshi foyda qiladigan. Bu jiq kesimiz ziyon qilmaydi. Bu tabiiy rang. Mushtaq to'liq rangini chiqarib olgandan keyin buni bevosita qo'shib etmaymiz. Buningga to'liq izliqlangan ushoqlari bor. Xemirning orasiga kirib ketsa, xemirni bir xil qora qurdak chiqarib qo'ydi. Xirdaliq bo'lgan ta'sirot yaxshi bo'lmaydi. Shunga inchik cho'ldan bir o'tkazib o'tamiz. Mana buniki madaqdorlari izilmaganlar chigit qilib qoldi. Mana qora qurun nimalar bor. Mana xotirjam xemir qo'shiblar ishlasak bo'ldi. Mana to'liq top bo'ldi. Turdoshlar mana ko'g'inlardek rang mushtaq chiqdi mana. Mavi hech qanday qiliqi zavod rang emas, o'zimiz qilgandan keyin yaxshi chiqdi. Buni qilish imtiyaz emas, mushtarda mana do'konga kiriblar, mushtaq seyrig'ini eplash desanlar suqib turdi. Inchga unday suqib tursangiz desangiz suqib turdi. O'zimizdan suqdarsi bo'lgan mashinani o'zimiz so'qsak bo'ldi. Suqib tayyor qilib olgandan keyin mushtaq xemir yug'ishdan burun buni suvga avval chilab rangini chiqarib olgandan keyin qiynoq susligini o'zimiz tanishib olgandan keyin hangizam inchik cho'ldan o'tkazamiz. Yoki bo'lmasam shu inchik dag'larni o'tkazib olsangiz texnik yaxshi bo'ladi. Biz odatdan dag'larni o'tkazib o'tamiz bir qatim. Shu o'sha qora qurdari xemirga chiqib olmaydi. Undan keyin hamda mavi o'zi azroq ochiq ta'mi bor. Buni ochiq ta'mi bo'lgandan keyin oz miqdorda shakar solib o'tamiz xemirga. Masalan 1 kilo xemirga 4-5 gram atrofida shakar solib bersak, mana kesal ochiq qirdoq ta'mini bosadi. Xemirimiz texim paqroq, jalliq chiqib turishga foydasi bor. Darsimiz oyoqlashdi. Film yargan bo'lsa ko'plab tarqatib qo'yinglar. Foydalangan do'stlar foydalanib qolsin.